Dastavka bormi deb so'rayotgan akalarimiz uchun elektronli mototsiklimiz narxi 13,5 million so'mdan ikkala elektronimiz Jizzax viloyati Zarbdor tumaniga qarab ketyapti. Zarbdor tumaniga baraka bo'ldi. Dastavka so'rayotgan akalarimiz uchun kimga shunaqa elektronli mototsiklarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida joylashgan. Yonlari kapalak bo'lib ochiladi. Bir zaryadi bilan 50-60 km masofa bosib beradi. Dastavka so'rayotgan akalarimiz uchun o'sha dastavkalarni qilib beryapmiz. Bundan tashqari benzinli motorol so'rayotgan akalarimiz uchun benzinli motorollarimiz 4 tonnagacha kirib kelgan. Vilkalari qo'shcha vilka so'rayotgan akalarimiz uchun qo'shcha vilka, kvadrotsikl so'rayotgan akalarimiz uchun kvadrotsiklarimiz ham sotuvda bor. Viloyatlarga dastavkalari bor albatta, garantiyalari bilan beriladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, yetkazdirib beramiz. Yangi yuklarimiz ham kirib kelgan. Dastavka so'rayotgan akalarimiz uchun. Xudo xolasa Jizzax shahri o'sha Zarbdor tumaniga qarab dastavka bo'lyapti.